Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun biz Samarqand viloyati Payariq tumanida mavjud omborxonalarga aldamchi xo'rak tayyorlash jarayoni. Buning uchun bizga yer yong'oq, bug'doy yormasi, arpa, makka yormasi hamda semichka mahsulotlari kerak bo'ladi. Bu aldamchi xo'rak tayyorlashda biz buni aralashma hosil qilib omborxonalarda chetlariga joylashtiramiz. Hozir biz buni tayyorlash ko'rsatamiz sizga. Buning uchun biz bug'doy yormasini olamiz. Maxsus qopchalarga solinadi. Yer yong'oq, makka yormasi, semichka mana aldamchi xo'rak tayyorlandi va biz bu aldamchi xo'rak tayyorlanganga nomer qo'yilib har bir omborxonalarga joylashtiriladi va kislolar qo'yilib keyin ko'rinadi.